Bugun biz qaysidir ma'noda qo'rqamiz. Millat qachon millat bo'ladi? Oqda oq, qorani qora deya bilganda millat bo'ladi. Nima uchun asrlar davomida Turkiylar eng yovqur, muzaffar xalq sifatida sharafni qo'ldan boy berayotgandek? Bizga haqiqiy bahoni agar biz bilmoqchi bo'lsak, ko'zgu bo'layotgan xalqlar bir-birini ko'zgusi. Misol keltiraman. 7-8 asrda yashagan Al-Jahiz degan arab adibi bor, dunyoga mashhur. Shu alohida kitob yozgan. Kitob Fazailul Atrokiya degan, ya'niki turklar fazilatlari haqidagi kitob. Va o'sha yerda yozadiki, turklar jasorat va yovqurlik bobida timsolga aylangandirlar. Kimki turkdan bir do'sti bo'lsa amonda qoladi degan bir gaplarni yozadi. Bamberi aytadiki, o'zbeklar deydi, juda andishali, og'ir vazmin, kamsuqum va sabrli xalqlar bo'ladi. Lekin sabr kosasi to'lsa, uni g'azabi shu darajada kuchli bo'ladiki, uni keyin to'xtatib bo'lmaydi. Ivanin aytadi. Ikki buyuk sarkarda Chingizxon va Amir Temur nomida aytadiki, o'zbeklar yoki tarqoq holda yashaydi. Lekin agar deydi, bularni bitta sarkarda Amir Temurga o'xshagan bitta sarkarda ularni birlashsa, ular tezda birlashadi. Ular qudratli bir imperiyalar barpo etishga qodir bir xalq deydi. Nima uchun asrlar davomida 1000 yillik davlatchilikka ega bo'lgan bir muzaffar xalq sifatida dunyo tarixida nom qozongan, davra qozongan bir qavm bugungi kunda mana shu sharafni qo'ldan boy berayotgandek. Ochig'ini aytganda biz bir qo'rqoq bir qavmga, bir olomonchilik kayfiyati ustun kelgan bir to'daga aylanib qolayotgandek bo'lyapmiz. Nima xayrli ish bo'lsa quvonamiz, muammolar bo'lsa kuyinamiz. Bolshevizm davridagi 100 qariyb 50 yillik xalqimizning dahshatli hayotini ko'rsatadi. Millat qo'rquvda yashagan. Haqiqiy yozuvchi, haqiqiy ijodkor to'g'ri gapni aytish kerak. Adabiyot jasorat va ulug'vorlik. Siz yozgan narsangizda bir jasorat bo'lmasa, odamlarni hayratga solmasangiz, u kechirasiz o'sha yozgan narsangizni nos o'raydigan itish qiladi. Bunaqa asarlar bizda juda ko'p. O'sha payt yozilgan she'rlar ham o'sha madhiyabozlik, o'sha Sovet hukumatini o'qigan. Masalan, men sizga beraman G'afur G'ulomov Stalin odasini. Bu yerdagi masalan she'ri. To'rqota she'ringizni aytayim. Rahmat sizga o'rtoq Stalin, xalqimizga siz berdingiz nom. Shuning uchun har ishda o'zbek nomingizdan oladi ilhom. Mana shunaqa asarlar o'sha paytda millat bo'lib shakllanishini yo'q qilgan. O'sha paytda propaganda uchun shunday odamlar yaratilgan. Qahramonlik berilgan, hamma eng oliy darajadagi unvonlar berilganki, mana faqat sotsializmda, kommunizmda mana shunday qahramon bo'lish mumkin. Bu o'sha Sovet propagandasini, kommunistik propagandani o'ylab topgan insonlarni qo'ynini pichoqqa to'ldirib, bir narsalarni toqib, boshqa qilib, o'qilib odamlarni yo'naltirish. Hilakorlar o'zi bir talay, sizlarga yana qanchalar chiday. Kasbingizdan et o'zim aylanay. Gapirmading, jim bo'lding. Yo'limizda yomonlar bor. Qo'ynimizda ilonlar bor. Haqiqat yo'q, gumonlar bor. Gapirmading, jim bo'lding. 75 yillik siyosat, afsus bilan aytish kerak, millatimizga juda yomon ta'sir qilgan. Bugun biz qaysidir ma'noda qo'rqamiz. Nimaga? Chunki qo'rqoqlik singdirildi. Gapirsa tilini kesib olish yoki erkin fikr aytsa boshini olish yoki o'sha milliy o'zlik haqida gapirsa millatchiga chiqarib yo'q qilish degan masalalar jamiyatga hadeb zarba bo'lib tushavergandan keyin, buni orqasidan qon to'kilavergandan keyin odamlar qo'rqib qolgan. Bizda yurakda kuch qolmadi, bilasizmi? E'tiqodimizning qudrati qolmadi. Millat qachon millat bo'ladi?
oqni oq, qorani qora deya bilganda millat bo'ladi. Temuriylardan keyin millat qo'rquvda yashagan. Tasavvur eting, shu ulug'beklar, so'nggi Bekzod, Xondamir, Navoiy, jomiylardan keyin buyuk odam deyarli chiqmagan. Yo'q, bor keyingi paytda mana Ogahiy deylik, misol uchun Munis, bitta shoirlar chiqqan, lekin na falsafada, na boshqa ilmda hech odam chiqmagan. Nima uchun? Sabab o'shan chiqishga iqlim bo'lmagan. 150 yillik Temuriylar saltanati o'sha Navoiy, Jomiy, Registon yoki deylik Tojmahal, Hirot Renessansini yaratdi. Iqlim kerak. Iqlim bo'lmasa, millat ko'zi %100 ochilmasa, u yarim yumuq shaklda ketaveradi. Bu xalqning ichidan haqiqiy mustaqil fikrlaydigan buyuk odamlar chiqarilmagan. O'sha Leninning gapi bor. Oshpaz ham davlatni boshqarish mumkin deydi. Va topib kelgan shunaqa odamlar. Fasodchi insonning eng so'nggi bekati vatanparvarlik deydi. Bir xil insonlar o'zini qiyofasini niqoblash uchun vatanparvarlik qiyofasiga kiradi. Siz agar oliy adolatga amal qilmasangiz, sizni vatanparvarligingiz ham millatparvarligingiz ham bir chaqa bo'lib qoladi. Dunyoda faqat adolat tuyg'usi vatan va millat tuyg'usidan ham ustun turadi. Biz bilgan va bilmagan haqiqatlar bor. Millat masalan qachon o'sha haqiqiy millat bo'lib shakllanadiki, oliy haqiqatning tubiga yetganda, oqni oq, qorani qora deya bilganda millat bo'ladi. Xalq va hukumat birligi yurt jipsligini ta'minlasa, uning aksi o'laroq o'rtadagi uzoqlashuv oddiy xalqning ertangi kunini ham o'ylamay, faqat bugunning g'ami bilan yashashga sabab bo'ladi. Xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi, deya g'oya makkor bosqinchilar tomonidan ustalik bilan teskari talqin qilinib, xalqni qanchalik nochor ahvolda ushlab tursa, shunchalik hukumat daxlsizligi ta'minlanadi, deya onglariga quyildi. Natijada vatan taqdiri halokatli tus olganda xalq jipsligi ta'minlanmadi. U haqda Qonxo'r Turkiston general gubernatori Fon Kaufman musulmonlar o'zlarini shu qadar sovuqqon tutib, oliy hokimiyat vakillariga hurmatsizlik bilan munosabatda bo'lmoqdalarki, bu borada qandaydir o'zaro kelishuv mavjud bo'lsa kerak deb taxmin qilish mumkin, deydi. Kasalni yashirsang isitmasi oshkor qilinadi degan gap bor. Lekin biz faqat isitmani tushirish bilan bandmiz. Kasalni davolash bilan emas. Davlatni davlat qilib turadigan narsa bu shijoat, jasorat, barcha sohasini rivojlantiramiz degan bir g'oya atrofida birlashtiruvchi bir tuyg'u bo'ladi. Va mana shu tuyg'u davlatning qudratini belgilovchi eng muhim omil sanaladi. Millionlab armiyasi bo'lsa ham mana shu g'ururi bo'lmasa, u vatanni himoya qilmaydi. O'zbek xalqini hali yozishi kerak bo'lgan dunyo tarixi sahifalarida oltin harflar bilan bitishi lozim bo'lgan sahifalar ochiq turibdi. Mana bu milliy uyg'onish va milliy e'tiqodni, milliy qudratni tiklanish jarayonlari. Tom qudratga aylanishi uchun albatta ozgina vaqt kerak. O'sha yurakdagi qo'rquv ketishi kerak. Tushundingizmi? Ana o'sha qo'rquv ketgandan keyin siz hozir aytayotgan masala nima uchun biz qilmaymiz degan gaplaringiz bor-ku. Biz qila olamiz, lekin ana o'sha yurakki qudrati tiklanishi kerak. Milliy qudrat, milliy uyg'onish masalalari uchun ozgina vaqt kerak. Biz bu yo'ldamiz. Bizning qo'rquvimiz dushmanlarimiz uchun jasorat manbai.